Assalomu alaykum. Gold Mebel kuzatuvchilari, podpischilari, sizlarga bugun tayyorlangan 16 talik stol stulimizni video obzorini qilib o'tamiz. Xo'p, bu komplektimizni keladigan bo'lsak, bu komplektimiz 16 talik stullari yong'oq yog'ochdan qilingan, kobra fason old oyog'i 3D variantda qildik. Bu komplektimizni materiali apachenko materialdan qilindi. Sidinasiga 3 santimetrlikdan 3 qavat 9 qilib ishlab berganmiz. Spilkasiga tugmali chesterligini tayyorlab berdik. Buni machalkasi suyanadigan tomonda 3 santimetrlikdan 1 qavat bo'lgan. Buni o'rtasiga pardali broshkaligini tayyorlab berdik. Bu rangi yuk bilan shampa aralashmasida bo'lgan. G'olib taxtasiga keladigan bo'lsak, g'olib taxtasini materiali MDF materiali bo'lgan. Bu razmeri 360 ga 120 stol taxta bo'ladi. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, stol kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastdagi nomerlarimizga aloqa qilib ko'rasizlar. Telegramlarimiz bor. 24 soat ishlaydi. Bu komplektimizni Namangan viloyati Toshbuloq tumaniga, shaharchasiga olib keldik. Bu komplektimizni dastlabkasi ichida 16 taligini 8 million 900 ming so'mga dastlabkasi ichida olib berdik. Barchalarga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz va videoni mebel olmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Rahmat barchalarga.